Yaptı, ağrıq bormi? Ha? Bunday qilamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Ağrıq bormi? Gap yo'q, zo'r ekan. Sunnat necha yoshdan necha yoshgacha sunnat qilasiz? 70 yoshlarni ham qila oladi. Assalomu alaykum barcha YouTube kuzatuvchilari, sizlar bilan Mansur bloger. Do'stlar, 6-iyunda namozlarni cho'tga o'tkazib, o'yin kulgi qilgan aynalarimiz bormi shu yerda? Esanboydan kuzatadigan jigarlarimiz bormi? O'ynab charchab bellaringiz og'rigan bo'lsa, men sizlarga eng yaxshi o'zimizning aynalarimiz ochgan Med Center shifoni tavsiya etaman. Aka-ukalar, opa-singillar, bu yerda hijama, urolog, ginekolog, ya'niki uzi, sizning o'g'lingizning cho'chag'i kesilmagan bo'lsa, cho'chag'ini ham kesamiz. Onda ichkariga kirib ko'rsatib boramiz. Diğerler nomerlar ekran tagida, adreslar ekran tagida. Qo'rqmasdan Mansur bloger nomidan kelaverasizlar. Skidkalar cho'kdi. O'zimizda aynalarimiz ochgan. Unda ketdik. Assalomu alaykum. Aka-ukalar, buni ko'rayotganlaringizda xo'jayin assalomu alaykum. Yaxshimisizmi, zo'rsizmi? Qanday bo'lyapti? Og'riq bormi? Ha? Konsertda o'ynab og'riq yomon bo'lib qoldi, shuning uchun oldingizga keldim. Qardosh, silab qo'yamiz. Bunday qilamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Og'riq bormiz. Inshaalloh bu hazil edi. Inshaalloh mana shu parpichiklaring, Alloh taolo shu parpichiklaring umrini uzoq qilsin. Rahmat. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. To'ppa-to'g'ri. O'zidan o'zgaga. Keyin bizda haligi ko'p joylarda reklama qilib yotib, chay ichsa gemoroid yo'qolib ketadi. Chayman gemoroid yo'qota olmaymiz. Padarkamiz yo'q. 2,5 mingdan keladi, yaxshilab hijamani o'z yo'lida qilib beramiz. Xalqda aldash yo'q. Padarkaman, chayman aldash yo'q. Endi ular odam chaqirish uchun mumkin, choy bor, padarka bor, u bor deydi. O padarkasi ish bermaydi. Ish bermaydi. Adnarazi. Adnarazi bo'lsa bo'lmasa, lekin bizda o padarka yo'q. Odamga padarka kerak emas, sog'liq kerak. Sog'liq. Odam hali padarka uchun borsa, padarkasini olib yursin. Bu yerga bizning oldimizda sog'lig'ini tiklash uchun kelsin. Stomatolog bor, женский bor, urolog bor, terapevt bor. Yana qolaversa sunnat qilamiz. Sunnat qilamiz inshaalloh. Boshqa joyga qaraganda arzon. Stomatolog ukamiz o'zimizdan. Az ko'rsatib boramiz. Mana ko'rayotganlaringizda qanday bo'lyapti? Og'riq bormi? Gap yo'q, zo'r ekan. Kelaverasizlar, hozir bu yerdan chiqadi, jigarlar bu yerdan chiqadi, massajcha cho'tki bo'ladi. Keyin nima deydi? Qon hammasini oladi aynamiz uchun. Hijomada cho'tki kelaverasizlar. Bo'lmasam stomatologlarni anularini ko'rsatayin. Bu yerda opalarimiz ham ko'pda. Bizning nomimizdan bilasizmi, cho'chaq kestirib ketgan opamiz ham bor, keldimi shular? Keldi, hammasi kelib ketyaptilar. Sunnat qilamiz inshaalloh. Sunnati. Bu hamma joyda 15 ming, 16 mingdan olsa, narxini aytaylik, ko'plar aytmaydi-da narxi. Narxi 8 ming so'm sunnat qilishning narxi. Ha. Bir barobar. Narxi, hijomamizning narxi 2,5 ming so'm. 2,5 ming so'm. Sunnat necha yoshdan necha yoshgacha sunnat qilasiz? 70 yoshlarni ham qila oladi. O'risamiz bor. Farqi yo'q. Shu Alloh deb kelsa, sunnat qilamiz, o savob ish inshaalloh. Ko'ryapsizlar jigarlar, videoga bomba qilib bittadan like bosamiz, o'zimizda aynalar. Baqa aynalarimiz ochgan lenskirlardan padishga uchun like bosing jigar. Biz stomatologiyaga kiryapmiz do'stlar. Ko'rayotganlaringizda assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Bular o'zimizda aynalardan jigarlar. Like bosing, so'raymiz. Qani ayna bir gapirib o'ting, qanday narx-navolar bular hammasi. Assalomu alaykum, sohiblargan aka-ukalarimiz. Bemalol kelaveringizlar bizning klinikaga, qo'limizdan kelgancha sizlarga yordam berib, skidka qilib hamisha xursand qilib jo'natamiz. Tish olish, tish qo'yish, licheniya qilish, brek sistemalar qo'yib turib tishlarni to'g'irlash, hamma muolajalarni o'tkazamiz. Shu pastda yozgan nomerlarga telefon qilib tashlid qilasizlar, zapis qilib yozib bemalol ko'rib qo'yamiz. Shu aynani nomidan kelsa, inshaalloh yana skidka qilib, bir chiska qilib tishlarni tozalab, mashinaga xursand qilib jo'natamiz. Rahmat.